kardeşimiz. Bu yer bulasın neyse de. Evet, burası. Hizmet güzel. Al geldi gel sonra olsa yetti geçer hadi diyor. Hadi yok. Hadi yok. Joylar ko'p bo'ldi. Agalarimiz o'tirtiramiz, kegalar sabr qildiramiz. Ta'ala hamdiga savob amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahmana wa sakhana wa ja'alna minal muslimin. Ya Rabbi Parvardigora, bo'layotgan joylarni Alloh o'zi muborak qilsin. Xonadonga fayz va fiyz barakoti nasib aylagin. Sohibi xonadonlari bugun ihsonlarni Alloh taolo maqbul aylagin. Xursandchiliklarni bardavom qilib, saodatidan Parvardigor o'zing musharraf etgin. Amin. Allohu akbar. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah. Hatmedeydim barama. Estağfirullah. سرا وعلانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا نور الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أتوب إليه ونسأله التوبة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربهم مآبا. عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. آمين. بسم الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. انصرنا على القوم الفاسقين. انصرنا على القوم المنافقين. يا ربي برحمتك. في سبب الوقت لقد صلى الله عليه وسلم. صابرا تغفر لنا وقلنا مبارك وجلنا. واصل بنا صواب سلام محمد صلى الله عليه وسلم وكفانا وعلى خصوصا سلام ربنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهل بيت صحابة الكرام والتابعين والتابعين المستغفرين وشهداء المتقين. على خصوص لنا خطر خصوصا شهرة الله وجل. فضلك
berdi. Ota-ona, ota-avlod, ona-avlod, zo'rota-zo'rona Parvardigori o'tgan avlod, o'tgan jiyan nevaralarni bu arvohlariga Ya Rabbi, mana shu ikkita xudo andada umidvor bo'lgan barchalarni Allohning rahmati, mag'firatiga nasib etsin. Har birlarini Qur'on nuri bilan Qur'on Parvardigor munavvar aylasin. Bu insonlarni savoblardan Parvardigor rahmat qilgan. Nomaydamonlarni qo'ldan berishlikka nasib etsin. Bugun biz qanday xursand bo'layotgan bo'lsak, arvohlarimiz ham ruhlarini shod qilib, jannatlarning hidlaridan Parvardigor har birlariga, qabrlarga nasib etsin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. برحمتك يا ارحم الراحمين. الله اكبر. امين. الله تعالى بارك الله نصيب eylesin. Her bir insana mana shunday chiroyli to'ylarga nasib etgan bo'lsin. Zaten zerikamiz bugün kursu havası mana shu to'ylar qilishyapti. To'yda oldin bosh bo'lib bo'lgan bu otalarimiz, onalarimiz Parvardigor to'yda xonadonni sohibi bo'lgan, xonadonni chirog'i bo'lgan, xonadonni davlati bo'lgan, xonadonni barakoti bo'lgan, biyiklarda duosi qabul bo'ladigan insonlar ota-ona. Mana Rahmat akam bilan Fotima akamizda ifoda, uyda o'tirgan zaifay ukalarimlar bilan ifoda, bu katta insonlarimiz umrlarini Alloh ziyoda qilgan. Mana shu nevaralar to'yda bosh bo'lib turishdi, chevaralarni ham to'ylarida bosh bo'lishlikni Alloh nasib etgan bo'lsin. Ikkalasi ham o'satda to'p qolishdi Parvardigor, chiroyli holatda. Alloh taolo besh vaqt namozlari kanda qilgan. Farzandlarni haqqiga doimo duo qiladigan, el yurtgacha ortiba topgan insonlardan bo'lishga nasib etsin. Alloh taolo boyliklardan ato etib, ayollarimiz bilan birgalikda umralarga, hojlarga hududlar nasib qilgan bo'lsin. Eng ulug' ne'matning doimo sihhati, salomatligini, iymonlarni o'zlariga hamroh aylasin. Amin. Allohu akbar. Amin. Allohim. Mana shu hissasini qo'shgan insonlar bo'lmaydi. Har bir barakot Allohning rizqi, to'ydagi xizmat qilayotgan hissasini qo'shgan qarindoshlarimiz Parvardigor. Kichkina farzandlarimiz bilan xonadon sohibini oxirida duo qilamiz. Bungacha Alloh taoloning hissatlari qo'shgan aka-ukalar bormi, opa-singillar bormi, uyda o'tirgan amma xolalarimiz bormi, tog'alarimiz bormi, kechadan beri xizmat qilayotgan jo'ra anday qo'shni xolalar bormi, Xudoy hammalarini Alloh taolo ikki dunyo saodatiga musharraf qilgan bo'lsin. Allohning barakotini doimiga qarindosh urug'da duo qilamiz. Chunki qarindosh urug' ichida ittifoq bo'lsa, siyrat mustahkam bo'lsa, ana shu xonadagi barakot tushadi. Allohim mana shu xonadagi Parvardigor siyrat qilgan hamma qarindosh urug'larni, jo'ra andada xizmat qilayotganlarga Alloh taolo bir-birlariga ittifoq bo'lishlikni nasib etgan bo'lsin. Bugun xizmatda bo'lsa, ertaga ular ham mana shunday to'ylar qilish nasib etgan bo'lsin. Alloh taolo saodatidan, barakotidan har birlariga nasib etib, yaxshiliklarda, xursandchiliklarda shunaqa yuz ko'rishlikka Parvardigor hammamizga munosib bo'lsin. Va ahli davana bi rahmatika ya arhamar rohimin. Hammasini ko'tarib. Maya ko'rsaman buni. Nega mayada aytsa? Bana kim? Japa çekкен, umut ettirgen mazlum. Allah'ın barıza bu günlerin жақсы bergen, ақырын жақсы bergen, Allah taala nasip etsin. Bak, hoşuna götür orsun. Nerede otur? Buldum ya. Neredesiniz? Ha, bayağı kal.
namozdan keyin aytilgan yaxshi chavandoz bo'lsa, ana shu otni mingan chavandoz zo'r chopadigan bo'lsa, ot dang'azalanib narxi ko'tariladi. Shuni singari har narsani o'zini bir nimasi mutaxassis bo'ladi. Inson shu qaysi bir narsani chiqarsa, o'shini o'zining darajasiga, mutaxassis darajasiga ko'tarib e'lon qiladi. Xonadonni uyida ham to'y qilayotganda to'yni barakotligini, to'yni chiroyli o'tganligini, to'yni boshqa mahallada duv-duv gap bo'ladigani, to'yga kelgan endi xursand bo'lib rohatlanib ketishini, hurmatini ko'taradigan kim? Shu to'yda xizmat qilayotgan biylar bo'ladi. Biy deb ataladi. Usta deb atalmaydi, biy deb ataladi. Biylar behurmat bo'lsa o'zlariga. Endi to'y qilayotgan xonadonni to'yni bilinmaydi. Xonadon egasi ehtirom bilan biyni chaqiradi, meni to'yimni chiroyli qilib o'tkazib bering iltimosdir. Hamma narsani shu biyga topshirib qo'yadi. Hattoki osh solayotgan bo'lsam, qassob go'sht qilayotgan bo'lsam, xonadon egasi bor menga ustiqon ber deyolmaydi-da. Biyni ruxsati bilan ustiqon beradi, biyni ruxsati bilan osh soladi, biyni ruxsati bilan odam o'tirg'izadi. Oxirida biy aytadi, duo qilamiz, turamiz deyiladi, ana shu turiladi. Shuning uchun biylarga nasihatdir. Odamni o'tirg'izayotganda ham bizni iltimos qilib aytib ketyapti, nimaga ozgina bo'lsa ham domla ma'ruza qilib bir chiroyli qo'yib beradi. O ichkani to'yga olib kelib tiqib qo'ysanglar, jamoat bir ana shu joyga hurmat bilan odamni o'tirg'izsa, bu xonadon egasi aralashmaydi, biyni ishi. O'tirg'izinglar. Xatmi o'qiyotgani biyni ishi. Birodarlar, xatmi boshlandi azizlar. Bir sabr qilamiz, choy ham to'xtaydi, osh ham to'xtaydi, gapirish ham to'xtaydi, chiroyli o'tiradi, hamma chiroyli holatda ishda duo qiladi. Bir farq qo'yib, bu yoqqa baqirib o'zini topolmay yuradigan bo'lsa, xonadonni farqini yo'q qilib qo'yadi. Shuning uchun bi deb nom olgan insonlarga nasihatimiz, bir xonadonda to'y o'tkazyapsizlarmi? Chiroyli qilib oxirigacha o'tkazishga harakat qilinglar. Allazi at'amana va saqana va ja'alna minal muslimin. Ya Rabbi Parvardigoro, Allohim mana shu yegan ichganlarimizda har birlarimizga kuch-quvvat bergin. İçimizde bir derdimiz bo'lsa, Ya Rabbi, o'zing shifo aylagin. Shuni qudrat bilan solih ibodat qilishlikka Alloh nasib etgin, Ya Rabbi. Qilingan bu ihsonlardan hosil bo'lgan savob samarlari, sohib xonadonlardan umidvor bo'lgan ota-avlod, ona-avlod, qaynota tomonidan, qaynona tomonidan o'tgan avlodlarning ruhlariga, jigarlari o'tgan bo'lsa, ularning ruhlariga Ya Rabbi, amin. Har birlarini o'zing rahmat va mag'firatingga nasib aylagin. Qabrlarni Qur'on nuri bilan munavvar qilgan savoblardan ziyoda qilib, biz qanday xursand bo'lib, rizq bilan chiroyli dasturxonda o'tirgan bo'lsak, ularni ham arvohlarimizni qabrlarda shunday ruhlarni shod qilib, jannatlarni hidlardan ato aylagin. Va sallallohu alayhi sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika Allohumma. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Rabbi, Allohim qo'l ochib turib biz duolarimizni o'zingga javob qilgin. Bugun mana shunday chiroyli dasturxonlarni yozib, el yurtdan duo qilaylik. Kichkintoy farzandlarimni xursand qilaylik. Ota-onamning haqqini ado qilaylik. Ehson qilayotgan sohibaxonadan Fatbekam o'g'illari Zafar akamizda, Zaifa Mukarrama va Lekami qizlari bilan Xudoy taolo qilingan fi sabilillah ehsonlarni o'zing qabul va maqbul aylagin. Boshida aytganimizda havasimiz deganimizda peshonalarda dadalari, qaynotalari bosh bo'lib turishdi. Allohim mana shu o'zlari ota-onalarining haqqini ado qilib, duosini olgan solih farzandlarni haqqiga qo'shishlikka Alloh nasib etsin.
Bu chiroyli solingan uylari o'zlariga, farzandlariga, nevaralariga xursandchilik bilan buyurib nasib aylagan bo'lsin. Bugungi ehsonlarni o'g'irlarini to'ldirib, undan ham barakotli qilib qaytarishlikni Parvardigori nasib aylagan bo'lsin. Mana shu to'ylarga xursand bo'lib, chiroyli holatda kasb shimlarni kiyib yurgan bu toyborlarimizda Alloh taolo umrlarini uzun qilgin. Kelajakda qori qilgin, olim qilgin, ota-onalarga xizmatini qiladigan, el yurtiga naf'i tegadigan, din islomga Parvardigor muvofiq bo'ladigan Hazrat Ali radhiyallohu anhu o'xshagan zabardast yigitlardan bo'lishlikni Alloh nasib etgan bo'lsin. Uyda qizlari bor bo'lsa, iffatli, sharm hayoli, diyonatli, Xadija onamizga o'xshagan barakotli, Oysha onamizga o'xshagan Parvardigor husni jamoadan qizlardan bo'lishlikni Alloh nasib etgan bo'lsin. Allohim bu xonadonga o'zing barakot bergin. Mana shu joyga kelgan jamoatni qadamlari bilan hasanat qilib, Alloh ikki dunyo saodatidan berib, yomonligidan farog'ida o'ziga asragan. Amin. Allohu akbar. Kelgan jamoatga, mehmon mezbonlarimizga Alloh taolo barakot, el yurtimizga Alloh ya Robbi o'zing tinchligini ato etgin. Shunaqa yaxshilik kunlarda yuz ko'rishib, xursandchilik ustida, to'ylar ustida duo nasib etsin. Safarda yurganlarimiz safari bexatar, bemorlarimiz haqqiga Alloh shifo, oqsoqollarimizga iymon, onaxona qizlarimizga iffat va sharaf hayot, el yurtimizga Alloh tinchlik bergan bo'lsin. Ishlarida har gal to'polon kechiga holat bo'lyapti. Ya Robbi, Allohim o'zingdan so'ramiz. Bir munofiq onları xatoga qo'shlik Alloh nasib etsin. Va oxir davran alhamdulillahi robbil alamin. Bi rahmatika arhamar rahim. Allohu akbar. Assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin.
Bayağı da bozulalım bana. Ne sabırsa.